Hammaga salom. Bugungi darsligimizda biz qanday qilib dunyodagi ko'pgina o'yinlarni kodini osongina topishni o'rganamiz. Buning uchun bizga bittagina programma yetib ortadi. Bu programmaning ismi Chimax. Chimaxni hamma disklardan topish mumkin. Yoki buni internetdagi o'zining saytidan ham ko'chirib olish mumkin. Demak, boshladik. Chimaxni ko'chirib olganingizdan so'ng uni hozir kompyuterga o'rnatib olamiz. Yozik interface del kompyuterga bularni olib tashlaymiz keraklisi. Hozir Chimaximiz o'rnatiladi kompyuterga. Sizga maslahatim Chimaxni rus versiyasini oling. Internetdan ko'chirib olganingizda, chunki bu ruschalashtirilgan, ya'ni qulayroq. Mana Chimaximiz hozir kompyuterga o'rnatildi. Yarlik pastga tushdi. Mana Chimax kompyuterga o'rnatildi. Endi Chimaxga kiramiz. Mana Chimax mana shunaqa programma. Bunda endi xohlagan o'yinimizni biz topishimiz mumkin. Buning uchun o'yinni inglizcha nomini yozishimiz kifoya. Masalan, oddiygina GTA o'yinini hozir sizlarga yozib ko'rsataman. GTAning ismi Grand Theft Auto inglizchasiga. Hozir mana oxirigacha yozish shart emas. Mana bu yerda GTA o'yinining har chastini kodlari bor. Masalan, mana GTA 1 dan tortib GTA 4 gacha hozir 5-versiyasi ham chiqqan. Mening Chimaxim ozgina eskiroq bo'lgani uchun hozir bunda yo'q. Yangi versiyasida 5ni ham kodlarini ko'rishimiz mumkin. Mana GTAni 4ni kodlari. Bu yerda hamma o'yinni kodini topishimiz mumkin. Counter Strike ko'p o'ynaladigan o'yinlar, xohlagan o'yinimiz. O'yinda qanday qilib bonuslarga erishish, shular ham yozib o'tilgan. Mana ko'rganingizda hammasini kodlari bor. Bu yerda har qanday o'yinni kodini izlab topishimiz mumkin. Hammaga xayr. Bugungi darsligimiz shundan iborat edi. Superbox bilan birga qoling.